Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan va'da qilingan Doppel konnektorin mavzusi bo'yicha dars o'tib beraman. Xo'p, bu bo'yicha prezentatsiya tayyorlagandim. Xo'p, nemis tili video darslik. Doppel konnektorin ham, nana, yo, bu o'zbek tilida ham juda ko'p qo'llaydigan bog'lovchilarimiz. Shularda endi nemischa variantini ko'rib chiqamiz. Doppel konnektorin nima? Doppel konnektorin bu ikki qismdan iborat bog'lovchilar bo'lib, gapning ikki qismini bir-biriga bog'laydi. Yoki qarama-qarshi, taqqoslash yoki shartni bildirar ekan. Xo'p, nicht nur, sondern auch. Nafaqat, balki ham. Ya'ni bu yerda nicht nur nafaqat, u nafaqat yaxshi yuguradi, balkim yaxshi suza oladi ham. Misol uchun o'zbekcha misollar. Tushunish uchun endi buni nemischa variantlarini ko'rib chiqamiz. Bu yerda sariq qilib ko'rsatganman bog'lovchilarni joylashuvini. Ist nicht nur intelligent, sondern auch sehr hilfsbereit. U nafaqat aqlli, balki juda yordamchi ham. Sie hat nicht nur Deutsch gelernt, sondern auch Englisch verbessert. U nafaqat nemis tilini o'rgandi, balki ingliz tilini ham yaxshiladi. Das Buch ist nicht nur interessant, sondern auch sehr nützlich. Bu kitob nafaqat qiziqarli, balki juda foydali ham. Entweder oder, yoki degan ma'nolarni anglatadi. Bu misol uchun nima desak bo'ladi? Bu yerda qarama-qarshi ma'noni ifodalaydi. Yoki sen o'z vaqtida kelasan, yoki biz sensiz ketamiz degan zid ma'nolarni bir-biriga bog'lab keladi. Entweder kommst du pünktlich oder wir fahren ohne dich. Yoki sen vaqtida kelasan, yoki biz sensiz ketamiz. Ya'ni ikkita qarama-qarshi gap. Bu majburiy ma'noda ham kelishi mumkin. Misol uchun tezroq kelishda yordam beradigan gap. Tezroq kelmasang biz ketib qolyapmiz deymiz-ku. Ich kaufe entweder ein neues Handy oder ich spare mein Geld. Men yoki yangi telefon olaman, yoki pulimni tejayman. Entweder lernst du regelmäßig oder du bestehst die Prüfung nicht. Yoki sen muntazam ravishda o'qiysan, yoki imtihondan o'ta olmaysan. Weder noch nana, bu endi bu inkor, zid ma'noni anglatadi. Hat weder Zeit noch Geduld. Uning na vaqti bor, na sabri. Sabri bo'lmagandan keyin natija bo'lmaydi. Xo'p, ich trinke weder Kafe noch Tee. Men na qahva ichaman, na choy. Unisiga ham, bunisiga ham ko'nmayman, shunaqa odamman deydigan gap bo'ldi bu. Sie sprichst weder Deutsch noch Französisch fließend. U na nemis tilida, na fransuz tilida ravon gapira oladi. Ya'ni bizda ham bor-ku, na o'zbekchani biladi, na ruschani, lekin ora-orada ruschani ham qo'shib gapiradi. Sowohl als auch, ham. Arbeitet sowohl tagsüber als auch abends. U ham kunduzlari, ham kechqurun ishlaydi. Xo'p, Sie mag sowohl, mana bu yerda sarg'ichish yodimdan ko'tarilibdi. Music als auch Filme. U ham musiqani, ham filmlarni yoqtiradi. Das Problem ist sowohl kompliziert als auch wichtig. Bu muammo ham murakkab, ham muhim. Ya'ni bu muammoni yechish murakkab, lekin bu juda muhim muammo. Uni hal etish kerak degan gapni ifodalash uchun kerak bo'lyapti. Xo'p, zwar aber, garchi, ammo. Ya'ni bu bog'lovchimiz nima?
bitta gap beriladi, bitta holat beriladi. U holat qiladigan ishimizga hech qanday to'siq bo'la olmaydi. Es regnet zwar, aber wir gehen trotzdem spazieren. Garchi yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa-da, ammo biz baribir sayrga chiqamiz. Ya'ni yomg'ir biz uchun to'siq emas. Das Auto ist zwar alt, aber sehr zuverlässig. Mashina garchi eski bo'lsa-da, ammo juda ishonchli. Ya'ni hozirgi mashinalar ba'zilari Jiguli kabi ishonchli bo'lmasligi mumkin. Cobalt, Onyx shunga o'xshash mashinalar. O'zbekcha variantida soddaroq tushuntirishga harakat qildim. ist zwar müde, aber arbeitet weiter. U garchi charchagan bo'lsa-da, ammo ishlashda davom etyapti. Ya'ni unga charchoq ta'sir qilmadi. Ishlashda davom etyapti. Desto umso. Qanchalik, shunchalik. Qanchalik harakat qilsang, shunchalik natija olasan. Mehr du lernst, desto besser wirst du. Qanchalik ko'p o'qisang, shunchalik yaxshi bo'lasan. Je länger ich warte, umso nervöser werde ich. Qanchalik ko'p kutsam, shunchalik asabiylashaveraman. Ya'ni kutish yoqmaydi. Menga ham xuddi shunaqa. Je kälter es ist, desto mehr Tee trinke ich. Qanchalik sovuq bo'lsa, shunchalik ko'p choy ichaman. Qanday tavsiya beraman? Sovuq suv ichmanglar, tomoqlaring og'rib qoladi. Xo'p, einerseits, andererseits. Bir tomondan, boshqa tomondan degan bog'lovchimiz juda ham ko'p keladi. So'zlashuvda ham qo'llasak, anchagina darajamizni yuqori qilishga yordam beradi. Einerseits will ich Deutsch lernen, andererseits habe ich wenig Zeit. Bir tomondan nemis tilini o'rganmoqchiman, boshqa tomondan kam vaqtim bor. Ishi bor, boshqa o'qishi bor odamlar mana shu gapni aytishga harakat qilishadi. O'zbekchada, nemischada mana shunday bo'ladi. Einerseits ist das Handy nützlich, andererseits macht es abhängig. Bir tomondan telefon foydali, boshqa tomondan qaram qilib qo'yadi. Bu 100% to'g'ri bo'lgan gap. Chunki telefonlar hozirgi davrda o'ziga odamni jalb qiladi. Kimni ko'rgansizlar hozir telefondan ajragan, ya'ni 12 soatdan kam vaqt davomida telefonini o'zi bilan olib yurmaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Foydalanmaydi, lekin yonida turadi. To'g'rimi? Einerseits mochte arbeiten, andererseits will weiter studieren. Bir tomondan u ishlamoqchi, boshqa tomondan o'qishni davom ettirmoqchi. Ya'ni ba'zilar, misol uchun menga o'xshaganlar 3 yo 4 kursda ishlashni tanlashadi. Menga o'xshaganlar esa o'qishni, ya'ni o'qib davom ettirishni tanlaydi. Xuddi shuni ifodalovchi gap. Teils, ba'zan. Teils arbeitet im Büro, teils von zu Hause. U ba'zan ofisda, ba'zan uyda ishlaydi. Ya'ni bu ikkala holat ham onda sonda sodir bo'lishni ifodalovchi bog'lovchilardan biri bo'lyapti. Im Urlaub hatten wir teils schönes, teils schlechtes Wetter. Mana bu yerda schön, uzr, chiqib ketib qoldim. Mana bu yerda schönni umlaut qolib ketibdi, ya'ni qo'ya olmadim, esimdan chiqibdi. Bu shon allaqachon degan so'z emas, bu schön sifatni tuslangan holati. Ta'tilda ba'zan yaxshi, ba'zan yomon ob-havo bo'ldi. Xo'p, die Studenten lernen teils allein, teils in Gruppen.
Talabalar ba'zan yolg'iz, ba'zan guruh bo'lib o'qishadi. Xullas, mana shu bog'lovchilarimiz B2, B1 darajada juda ham qo'l keladi va bular darajani oshirib, gaplarni ancha ma'noli va foydali qiladi. Ball beradigan bog'lovchilar. Ya'ni imtihon davrida mana shu bog'lovchilar sizga anchagina ball qo'shish imkonini beradi, o'rnida qo'llasakgina. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Iloji boricha harakat qilaman mana shu mavzu bo'yicha PDF mashqlarni darsdan so'ng tashlab qo'yishga. Hammaga rahmat. Til o'rganishda charchamanglar.